Keşbek keşbek mana jonim keşbek. Onash, nima qilyapsan? Rizqimni teryapman. Men aytgan narsalarni olib keldingizmi? Ha, olib keldim. Meva, cheva, kartoshka, piyoz hammasini oldim. Chekinichi? Yo'q, esimdan chiqibdi-da. Nima? Nima chekin olib kelmaysiz? Niyangiz joyidami? Menga bering, tez borib chekin olib keling. Cheksiz uyga qadam bosmang. Keşbek qadrini qaydan bo'lur? Keşbek urmagan bandalar. Chekchalarim ochdi, chiroy. Nech pul bo'ldi aka? 1000 so'm bo'ldi. Mana aka. Rahmat, sog' bo'ling. Qanaqa rahmat, qanaqa sog' bering, chekni bering. Chekni nima qilasan? Keşbek yig'aman. 1000 so'm, 1000 so'm. Ay desa 1000 so'm o'z yig'ilib daryo bo'lur. Rahmat aka. O'zizcha 1000 so'mni pisand qilmaysiz, ana 10 so'm tushdi. Dadish, chekda bo'ldim. 6 millionlik chekda bo'ldim. O'zim bo'y o'ylanib kelganman, nimadan o'z burun urish kerak. Ibi, bu chek oldin ro'yxatdan o'tilgan. Ana, ko'rdingmi? Bilib qo'y, boylar bekorga boy bo'lmaydi. Ular tintinigacha hisoblab yuradi. Akani ham senga o'xshagan xotini bo'lgan bo'lsa, urganda chekdi. Mana senga sovg'am bor. Mayli, sen birinchi ko'rsat. Mana Xonsaroy afsonasi loyihasidan bir xonali uy oldim. Qaysi pulingga olding? 2 yildan beri keşbek yig'aman bu. Hozirgi kunda Xonsaroy afsonasi loyihasidan bir xonali uy olsangiz, boshlang'ich to'lovni 3 ga bo'lib to'lasangiz bo'lar ekan. Endi siz ko'rsating. Men senga sovg'ani udarini olganman. Mana. Dodish, bugun keşbekchi ayollarning orzusidagi gulga rahmat. Xotin, men keldim. Dadajon, menga nima olib keldi? Shikoyat olib keldingizmi? Voy, hech narsa olib kelmabsiz-ku. Ertaga senga narsalar olib kelaman. Xo'p, o'g'lim? Xo'p, dada kutaman. Dada, bugun menga nima olib keldingiz? Kecha va'da beruvdi, shikoyat olib keldingizmi? O'g'lim, ertaga aniq senga narsa olib kelaman, xo'p? Xo'p, dada. Bugun ham hech narsa olib kelmabsiz-ku. Dünya çizip restim tergen. Dadasi, oilamizni bu qiyin vaziyatdan qutqarish yo'lini albatta topasiz. Men sizga ishonaman. Men oila boshiman. Men bu qiyinchilikdan chiqib ketish yo'lini albatta topaman, onasi. Onasi, bolamiz uxladimi? Ha, uxladi. Xudoga shukr. O'zi nimaga bunaqa kech kelyapsiz? Vaqtli kelsam, bolang narsa so'rayapti-ku. O'shanga bolang uxlagandan keyin kelyapman. Kallam ishlayapti. Хорошо, все будет хорошо, все будет. Oyjon, ertaga yakshanba o'shanga keliningizni bozorga olib chiqmoqchi edim. Ha, olib chiq kelinimni qalin kiyimlar olib bergan o'g'lim. Xo'p. Bozorga olib chiqishni ko'rsatib qo'yaman. Nima olib chiqadi? Bo'ldingmi? Ketdik bozorga. Va shu hech isqitligiga chidolmadim de, rosa tozalikni yaxshi ko'raman de. Nima qiling endi? Kamiga belim ham og'riydi men bechora. Sizlar ketyapsizlarmi? Ketaveringlar. Bor onam qo'lda supurgino. Nima uni shunaqalar bitta joyga boraylik desam, doim bitta ishni qo'zg'ab turarlar. Ha, bitta boramiz o'ziga. Ishlarqi. Bo'ldi, xotin, bo'ldi. Nima bo'ldi? Onajon, keliningizni masalasi bo'lmayapti. O'shanga doktorga bormoqchiman. Ha, yo'q, voy, bor, olib bor, doktorga olib bor. Yur. Alo, ukam. Qani xotin? Jiyan yaxshimisan? Opam telefon qilib chaqirdilar. Kelin, kalla po'cha qilib ekan. Kelinglar. Bir kalla po'cha qo'yib qilaylik. Shu qo'limda endi kalla po'cha qilamanmi? Mayli, qudalarimga salom yetinglar, yaxshi yetib olinglar. 3-4 kun mazza qilib onangizga dam olib keling, xo'pmi, kelin? Yaxshi yetib olinglar, bolajonlar. Joy o'zgarib qolganlar. Asan nima? Men onamni faqat qattiq qo'l deb bilardim. O'zi bilsang, hamma qaynonlar shunaqa. Kez kelganda qattiq qo'l bo'lish kerak. Kez kelganda yumshoq bo'lish kerak. Qattiq qo'l bo'lgani bilan lekin kelinlariga mehribon. Bo'lmasa onangnikiga ishga ruxsat bermasdi. Ha, onajonim, onam-a. Sen bu turishda hayotda onangnikiga bora olmaysan. Onajon! Voy, belim-ey! Qaynona ona, bu kelin yagona.